Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Yo'q, cheklov yo'q. Rus tili maktablari, rus tilida adabiyot ziyolarini nimalarni gapirib berish mumkin. O'zlari ruscha volontyorlarni bemalol targ'ib qilish mumkin. Til bilgan umuman tanlanmaydi. Faqat boya aytganimdek cheklov mutaxassis kitobni gapirib berish kerak edi. Platforma 3 ta tilda bo'ladi. O'zbek, ingliz, rus tilida bo'ladi. Platforma elektron bo'ladi. Bemalol kitobxon yosh kiradi, nechta kitob o'qiganligini sonini yozadi va kitoblar ro'yxati chiqib keladi. Kitoblar ro'yxatida o'zini atmetkasini beradi, qaysi kitoblarni o'qigan. Biz milliy kutubxona bilan umumlashtirganimiz, integratsiya qilganimiz, ulardagi baza bizga o'tadi. Platforma. Va natijada Toshkent viloyat hokimiga biz taqdimot qilyapmiz shu loyihani. Toshkent viloyatida 1,5 million yosh bo'lsa, aynan Olmaliqda 20 ming yosh bo'lsa, shundan nechtasi kitobxon degan savol bor. Maktabingiz qaysi maktab? 24-maktab. 24-maktabda nechta o'quvchi bor? 120 ta. Shuning ichida nechtasi kitobxon? Ko'rdingizmi? Uje 20 dan oshiqda ham taxminiy aytyapmiz. Endi o'zimizda haligi nima deydi, muhridan kitob o'qiydi yoki ozada kitob o'qiydi degan savollar bilan 20 dan aytyapmiz-da. Lekin biz buni platforma qilishimizning maqsadi ertaga siz aniq ma'lumot bilan gapirasiz. Va kutubxonachilarimiz ham aniq ma'lumot bilan gapirishni boshlaydi. Nega? O'sha 20 tadan nechtasi 5 ta kitob o'qigan, nechtasi 20 ta kitob o'qigan. Siz platformaga qarab ma'lumotingizni chiqarib olaverasiz. Sizga plyus tarafi shu. Va sizga ertaga malika 60 ta kitob o'qigandan keyin 61-sini o'qiyaptimi yo'qmi, sizga plyus bo'lib turadi. Bu kitobxonlarda qiziqish bo'lishi kerak, ya'ni kutubxonachilarimizda juda interes bo'lishi kerak. O'zini kitobxonlarini ko'tarish maqsadida reytingini. Sizning yoningizga ikkita kitob berdi, bittasi ilmiy adabiyot, qizil kitob nazardan, bittasi oddiy kitob. O'zimiz o'qib beramiz, qo'shimiz. Siz qaysi birini tanlab o'tib bergan bo'lardingiz? Seminar jarayonida. Seminar jarayonida birinchi navbatda badiiy kitobni o'qiyapman. Hozirgi kunda mana shu loyihadan keyin boyaga qizimiz savol berganda o'zim uyalib qolmaslik uchun o'zim kitob o'qishni boshladim. Nega? Menda shu kuch-qudratni uyg'ota oldi. Men to'g'risini aytaman, yashirmayman. Kitob o'qisam uyqum kelar edi. Lekin hozirgi kunda nafaqat kitob o'qishim, darsh mutolaadan ham foydalanyapman. Audio zapis. Kimdir sluxoviy yaxshi eshitadi, o'ziga diqqatini oladi. Mana masalan bitta kitobni biz gapirib berish jarayonimizda vaholanki o'sha yosh kitobni tasavvur haqida paydo bo'ladi va uni o'qishga harakat qilishni boshlaydi. Shuning uchun ham men ko'proq badiiy kitobda ko'proq o'zimni topa oldim va badiiy kitob tomonga ketaman. Programmani sizga bo'lsa bo'ladimi? Badiiy adabiyot bilan ilmiy adabiyot. Chunki ikkitasi teng bo'lolmaydi. Chunki ilmiy adabiyot bo'ladi. Haqligingiz bo'lsa, marhamat, qabul qilasiz. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat
bo'lgay shaxt bo'lgay yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay shaxt bo'lgay yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomislar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'rganda chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egarlab doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim bizning Navoiy bobom